Assalomu alaykum. Bugun Dubaydagi mashina olib sotar akamiz bilan intervyu qilishga qaror qildik. Hadi Motors Instagramidan chiqib bong'ilab tashyaptilar mashina sotishni. Tanishinglar, Azamat aka. Assalomu alaykum. Salomsiz, yaxshi. Rahmat. Dubay juda ham issiq. Shunaqa. Qiynalmasizlar. Yashash qanaqa? Yaxshi, alhamdulillah o'rganib qo'yganmiz. O'rganib qo'ygansizlar. Bitta yashaydigan odam ko'nikasiz. Xo'p, nechinchi yil kelgansiz Dubayga? Men 3 yil oldin kelganman. Emiratga. Ha, 3 yil oldin mana shunaqa issiq paytda kelganman. Bundan oldin qanaqa sohada ishlagansiz? Bundan oldin kompaniyada ishlaganman, Toshkentda, O'zbekistonda. Nima qaror bo'ldiki, Dubayga kelib oldi-sotdi qilaman deb? Mashina oldi-sotdiga tanishlar bormidi? Boshlang'ich o'zi mashina masalasi bo'lmagan. O'zi umuman keyingi kelajakni chetda ko'rishga harakat qilganman. Chetda ko'rishni ko'zlaganman, ya'ni farzandlarimiz ilmi uchun, ya'ni rivoji uchun, yashash uchun, dunyoni ko'rish uchun, kengroq воображениeni kengroq olish uchun shunaqa qilib nasib bo'lgan ekan kelganmiz. Xo'p, mashina oldi-sotdisida qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi? Bo'lishi mumkin. Endi hamma ishda qiyinchilik bo'lgandan keyin mashinada ham qiyinchilik, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Chunki ichiga kirganda kadr ortidagi qiyinchiliklari bor yaxshigina. Birinchisi ответственность. Mashina arzon narsa emas, To'g'ri. qimmat narsa, hamma ham o'ziga ravo ko'ra olmaydi. Odam mijoz sizga ishonib shu pulni beradi. Siz shuni oxirigacha borib, kalitlarni olib, hamma ishini bitirgunicha nachik o'tirasiz, tayyor turasiz hamma narsaga. Sizning mijozlaringiz asosan qayerdan? Misol uchun Emirat odam oladimi, O'zbekistondan ko'proq zakazmi? Hozirgi kunda profilim o'zi aslida yangi ochilgani uchun Hop. tashqari tomondan ko'rinayotgan insonlar yangi insonlar bilan endi tanishyapti, lekin o'zi undan oldin sarafani radio edi. Faqat servis bir-biriga aytib shunaqa ishlanardi. Shuning uchun men sal boshroqdan boshlashga harakat qildim. Ana endi hozirgi kunda ham Emirat ichida oldi-sotdi, ham tashqariga. Xolisi zakazga qarab import ham, eksport ham qo'ramiz. Import-eksport deganingizga to'xtalaman. Ya'ni A nuqtadan B nuqtagacha gapirib bering. Misol uchun O'zbekistonda turgan odam mashina olmoqchi, sizga aloqaga chiqdi. Xo'p, shartlari, to'lovlari qanaqa bo'ladi? Bu holatdan holatga o'zgaradi. Shu faqat tushuntiriladi o'sha narsa. O'sha boshidan oxirigacha. Masalan, olayotgan mashinasining modeli. Xo'p. Emirat ichida bormi? Yillari bizga to'g'ri kelishi kerak. Yillari yo'q, mashinani o'z bizga degan. Ha, masalan, ba'zi mashinalar bor, ularning modellari to'g'ri kelmasligi mumkin bizga. Ba'zi mashinalar bor, juda qimmat bo'lishi mumkin rasmga qarab. Hammasini gaplashamiz. Tushuntirib, etib o'tib, konsultatsiya bo'ladi. Mana bunaqa rasmga qarabcha chiqishi mumkin. Primerni dastavkalarni so'rashadi bizdan. Mashinani o'zini, ranglarini hammasini gaplashamiz. Keyin shunga qarab maslahatlashib, keyin tanlov qiladilar. O'sha tanlovda ham ko'pincha bizda bo'ladigan holat kompaniyadan kompaniyaga transfer bo'ladi. Shu kompaniyasiga olayotgan dilerimizga to'lov qilinadi. Mashinalar tayyor bo'lgandan keyin hamma hujjatlarni rasmiylashtirib, o'shani chiqazaveramiz. To'lov через banklarga qilinadi. Dilerga qiladi faqat. O'zbekistonda diler bormi shunda? Yo'q, oluvchini o'zini shaxsiy o'sha kompaniyasi nomidan dilleri shotiga pul tashlanadi. Mashina sotuvchini, ya'ni bu yoqdagi. Sotuvchini shotiga tashlanadi, oldi berdi qilinadi. Hamma protsess tugagandan keyin hujjatlar rasmiylashtiriladi, keyin O'zbekistonga jo'natiladi. Eng tez mashina yetib borishi O'zbekistonga va eng kech yetib borishi qanaqa masofa? Kunini aytasizmi? Kuni, oyimi bilmadim. Kuni asosan o'zi samolyot tez boradi. Samolyotda yetkazib borasizlar. Taxminan samolyotda yetkazib berishimiz mumkin. Taxminan bir haftalar oralarida 4 kun, 3 kun, bir haftada mashina O'zbekistonda bo'ladi, balki undan vaqtliroq. U eng tezi. To'lovlar sal qimmatroq bo'ladi. U 20 ming atrofida. O'rtacha primerno, chunki narxlar o'zgaradi, uni aniq aytib bo'lmaydi. Balkim kam, balkim ko'p. Eng sekinroq boradigan, ya'ni samolyotga nisbatan sekinroq boradigan bu treyler bo'ladi. Traktor boradi. U kakabechini el qatori hamma ko'p mashinalar ortiladigan. Uni ikki xil varianti bor, VIP ham bor, 8 tali ham bor. Kim xohishi nimaga bo'lsa, faqat narxlarda farq. Xo'p,